Mana qadrli obunachilar, sizlar bilan bugun kultvastamizni ko'rib chiqamiz birgalikda. Sizlar buni boshlashdan oldin like, podpiska bosishlarni so'rab qolamiz. Kommentariyada qiziqtirgan savollaring bo'lsa javob berasizlar. Bunday bo'lsa biz boshladik. Mana bu kultvastamiz Zubr motoblogga 192 motoblogga mo'ljallab yasalgan. Buni iki balonning o'rtasi 80 cm bo'ladi. Mana freza yechib bunga taqiladi bu narsa. Endi sizlarga buni tushuntirib beradigan bo'lsam, mana bu yerdan Makka yuradigan bo'lsa, bu bilan buni orasi bu Makka yuradigan joy bilan naranligimizning orasi 13-14 cm bo'lyapti. 14 cm. Bunda ham xuddi shunday bo'ladi. Bu ikki chekada naranlik bo'ladi. Ikki chekada naranlik, o'rtada g'ildiragimiz kultvastani g'ildiragidan bo'ladi hammasi oddiy, mana qo'l bola svarkada qilingan narsalar bor. Bu orqaga lapka qo'yilgan. Buni sababi orqada chuqurroq bo'lib botib ketish uchun, haydab yurish uchun hisoblanadi. Keyin bu lapka bilan nariga lapkani orasida 90 cm, ya'ni ikkita agatni o'rtasini olib yuradi. Bunga keyinchalik qo'ysak bo'ladi, narasga qo'ysak bo'ladi. O'z uchun kerak narsalar qo'yaverasiz bunga. Buni orasi endi bu lapkadan bu narasgacha bo'lgan masofani o'lchaydigan bo'lsak, 30 cm hisoblanyapti. 30 cm. Endi bu Makkani yonidan bir 10 cm uzoqlikda yuradi bu narsa. 10 cm uzoqlikda, mana 10 cm uzoqlikda yuradi. Nimaga 10 deyishlaring mumkin? 10 juda katta desalang, xohlasang buni bu tarafiga o'tkazib qo'ysalang ham bo'laveradi. Lekin menga shu tarafi ma'qul bo'ldi, chunki 10 cm masofada Makka motoblokning burilishi bor, har xil sal yonga tashlashi bor o'sha masofada Makkani kesib ketmasligi uchun. Lekin buni botgandan keyin Makkaning tagini ham yumshatib ketaveradi. Bu 10 cm masofada bar 5 cm ildizi bo'ladi, boshqa bo'ladi-da. Yumshoq yerdan baribir kislorod yaxshi aylanaveradi. Bu Makkaga hech qanaqa ziyoni bo'lmaydi. Makkami, moshmi, nimaga qo'ysalang bo'ladi, har qanday narsaga qo'ysa bo'ladi. Agar kimnidir shunaqa narsalar qiziqtirsa yoki kimgadir kerak bo'ladigan bo'lsa, yasab berish xizmati mavjud. Kelishilgan narxlarda dastavkalarni ham kelishilgan holda dastavka qilib beramiz. Endi mana bu narsa nimaga ikkita bolt qo'ygansiz desalaring, bu ikkita bolt motoblokka kirgandan keyin o'rtaga pals kiradi. Bu ikkita teshikchasi bor. Ikkita teshikcha, o'sha teshikchaga buni qisib ushlab turadi. Mana kultvasta o'ynab ketmaslik vazifasini bajaradi bu narsa. Mana bu sizlarga ko'rsataman uni temirchasini. Mana bu temircha bo'ladi. Mana shunday ikkita teshikchasi bor, mana ikkita teshikcha bo'ladi. O'sha bir-birini qisib olib ketmaslik vazifasini bajaradi. Kultvastani ishga solib ko'rdik. Yaxshi ishlashlari, videolarni hali qo'yishga vaqt bo'lmayapti. Yana bir qator ko'raverasizlar, kuzatib turinglar, like bosinglar, obuna bo'linglar. Qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ysalaring, birinchilardan videolarni ko'rasizlar. Agar kimgadir qiziq bo'ladigan bo'lsa, shu kultvasta yasab berish kerakmi? Kelishilgan hollarda, kelishilgan narxlarda yasab qilib beraveramiz. Dastavkasini ham kelishilgan holda qilib beraveramiz. Hammaga rahmat.